Rahmat. Başetta yana bir qo'shiq aytib beraman. Bu yamalga ichimga saqlab qo'ygan bitta qo'shig'im sabab bo'laveradi. Hozir sizlarga bir sevgi tarixi haqida qo'shiq aytib bermoqchiman. Bir yigit bo'lgan ekanda, bu yigitlarimiz uchun aytilayotgan qo'shiq. Bir qizni sevgan ekan, hatto yonida yelkasiga qo'lini qo'yib turgan do'stidan ham qizg'anar ekan. Sevgan qizini shu darajada qizg'anar ekanki, yonida turgan do'stidan ham. Aşı sevgan qiziga aytgan so'zlarini, do'stlarga qarab aytgan so'zlarini oslarga yetkiraman. Sizlarning qalbingizda jindek, hargindek joy topsa biz xursandmiz. Cilvesi ayrı var. Nurobodli bir sanamning tarifi var. Kimga oshiq bo'lib yurar bir bo'z yigit. Kimga oshiq bo'lib yurar bir bo'z yigit. İkkalasini aytsam tarifi bor. Ikkovini aytsam qizi tarifi bor. Oylar taksam shunga tillo uzuk. Ko'rib qolsa xo'rsinadi, til boylanar. Ayta olmas shu sanamga so'z ham tuzuk. Ayta olmas shu sanamga so'z ham tuzuk. O'z yigitam o'sib qolgan misli kerak. Qiz o'ylaydi essiz shundoq yigit. Gapirmaydi tili chuchchi bo'lsa kerak. Gapirmaydi tili chuchchi bo'lsa kerak. Sanamning yuzlari ham olmagina. Qiyqirmasdan so'zlarimni bo'lmagina. Ko'rib qolsang shu sanamni aqling ozib. Ko'rib qolsang shu sanamni aqling ozib. Men hofizdek sevib qolib yurmagina. Oshiq yigitdek sevib qolib yurmagina.
Qishloqdadir qizchaning tarifi bor, tarifi bor, tarifi bor. Bor bo'linglar, salom.